Erosmus filtrining yangi avlodi 1000 gallonli. Wi-Fi ga ulab Tuyago ilovasi orqali ishlatsangiz bo'ladi. Buni ustanovka qilish juda ham oson. Ortiqcha kirdi chiqilari yo'q. Suv, toza suv bundan chiqib ketar ekan. Bunga filtrga suv kiradigan joyda, bunisi kanalizatsiyaga tashaladigan teshikchasi bo'ladi. Filtr o'zini ichida kartrijlari tayyor o'qlangan holda bo'ladi. Ko'rinishi ham torpedaga o'xshaydi. Hop, kartrijlari 1 yildan 3 yilgacha suv holatiga qarab ishlayveradi. O'zini o'rniga tushmasa yopilmas ekan. Xullas tayyor holatda bo'lar ekan o'zi. Xo'p, shlangasi nima uchun bittasi oq, bittasi boshqacha rang? Ha? Xo'p, ko'kida suv kiradi, tozalanmagan suv, oqidan tozalangan suv chiqadi, qorasidan kanalizatsiyaga chiqib ketadi. Xuddi ana simlarda qizil ko'ki bo'ladi-yu, plus minus. Bunda ham tayyor. Adashmasam mana shu nima yozgan? Slif. Suv kirishi. Ha, bu musor. Musorga chiqib ketishadi. Musorga chiqib ketishi. Bizada tayyor o'zini joyi bor. Agar mabodo bunaqa sifon bo'lmasa, o'zini ichidan mana xamut chiqadi. Xohlasangiz mana shu sifonga teshib qo'yib yuborsangiz ham bo'ladi. Filtr bilan kanalizatsiyaga chiqib ketish joyini qo'ydik. Hop. Mana oq shlankasi qayerga tushadi? Toza suvga tushadi. Toza suvga. Ya'ni bundan suv chiqib ketishi kerak, to'g'rimi? Toza suv, ha, shu achishni vada, shu yerdan bo'ladi. Bundan suv, filtrdan suv уже chiqib ketdi, to'g'rimi? Ha, toza filtr jo'mraga yo'llanadi. Jo'mraga yo'llanadi. Переходники ham mana shu shlankaga bu yog'i o'sha filtr smesiteliga moslangan holatda. Mana bunda ko'rsatib yuborsangiz bo'ladi. Xuddi uni ham tegi shunaqa edi. Uni ham tegi shunaqa edi. Xuddi shu ko'rinishda naryoqda ham joylashadi hozir. Ana ko'tarib olamiz. Ulanishi ham juda ham oddiy. Babichka bilan shlankani o'rtasidagi переходник. Buni ham ichida sanligi bor, shundan to'g'rash shart emas bunga. Qo'shimcha переходниклari mabodo shlankani tor joyda bo'lib qoladigan bo'lsa, bu siz ham o'zi amallasa bo'ladi. Har xil joylar bor. Sразу 90 gradusga bukib ketish uchun. Очищение вода. Очищение вода. Ruschani yorib yuboraman, nima? Ya'ni toza suv olish uchun.
Bunisi hozir ko'rsataman nimaligini. Filtrga suv kirib kelish tarafi, ya'ni ish markasi mana shu. Kalsiyumni o'tkazib olamiz. Teshiga amallab tiqamiz keyin shu yerda. Bo'ldi. Tayyorlandi. Tokkulasak. Mana o'zini blok bitanasi. Bu degansi ham moshinaga nima ekan? Bu yo'lga. Turib tarovatini 220 ga tiqasiz. Ta'mir basharasini bu yoqqa qaratsak, Birinchi sraz yonadi. Keyin Wi-Fi ulashimiz kerak uni. lekin mana shu orqasida turgan atuvlar haqiqatan moshina yordam berar ekan. Hozir o'sha narsa qo'yilmaganda uj bosqichgacha bora olasiz. Bemalol boradi oxiriga. Qiyshayib suv o'tmay qolish. Qiyshayib suv qo'yib yuborish ham mumkin. O'sha joyda. Mana bismillah. Vola. Yondi. Ishga tushdi. Hozir endi telefondan Wi-Fi ulashimiz kerak. Hop. Bu aytib o'tganlarida, men Saroraga aytdilar, tuya go'pirlajinasiga kirib buni ulashimiz kerak. Biz уже uladik. Mabodo ulanmagan bo'lsa, Wi-Fi ga ulanasiz. Wi-Fi ga ulanganingizdan keyin mana bu yerda добавить устройство qilinadi. Добавить qilganingizda mana bu yerda chiqadi bu. Chiqqandan keyin bosasiz o'shani. Bosganingizda yana Wi-Fi kodini so'raydi. Wi-Fi ikkinchi marta kod so'ragani mana filtri Wi-Fi bilan ulanishi uchun kod so'raydi. Mana hozir filtrlarini holatini necha TDS kачествоda ko'rsatib turibdi. Xo'p, u To'xtab turing. mana hozir bunaqani yoqdikmi? Yoqdik. Promivkani yoqdik. O'zini o'zi yuvyapti hozir. Bu ichidagi filtrini umri uzoqligi ham aynan shu promivkada. Vaqti bilan promivka qilib turilsa 1 yildan 3 yilgacha yetadi. Ana ichidagi nima dedingiz? Kartrij. Yo'q, kartrij nima dedingiz? Torpeda. Torpedalarini chayib turiladi. Mana telefonni o'zidan chaysangiz bo'ladi. O'sha tomchini bosib kiriladi. Bu yoqda уже bir kunda qancha suv tozalagani, necha TDS dan nechagacha tushgani, mana 8 dan hozir 8 ko'rsatyapman oxirgisi. Bu yerda уже kundalik ishlatilgan расходidan necha mana soatigacha. Soatigacha 22:00 dan 23:00 gacha ishladi deyapti. Biz hozir mana soat 10 bo'ldi. Hali uyga ketmasdan. Xullas Wi-Fi o'zi bilan boshqarib yursangiz bo'ladi. Endi buni hozir mana 6 ko'rsatyapti. Bu yerda ham 6 ko'rsatyapti. Endi chiqayotgan suvni ham tekshiramiz. Chiqayotgan suvni ham tekshiramiz shu o'zimizning TDS apparat bilan. 00 Уже bak krujkamizdan kirligini hisobiga bir Mana tekshirib qo'ying. Olib turing mana. Qo'limda qanchalik kirligini bilib oling. qo'lingiz yag'ir bo'lsa kerak. Hop, 0.07 chiqyapti suvimiz. Bo'ldi, уже 20 bo'ldi. 20 bo'lib ketdi. Xullas, bu 1000 gallonli minutiga 3 litr 600 gram. 3 litr 600 gram suv haydaydi. Bu naporidan ham ko'rsa bo'ladi, to'g'rimi? Naporidan ko'rsa bo'ladi. Bunda rashbak qo'yilmaydi. Mana shuni o'zi qo'yiladi, bo'ldi. Minutiga 3 litr 600 gram. Buni qo'ygandan keyin mana nima deydi? Cho'milishga ham ishlatsa bo'ladi-da, to'g'rimi? Bo'ladi ekan. Kattaroq rashbak qo'yib, suvni kirish. Chelaydi olsa bo'ladi. Suvni kirishiga qo'ysa, uyga bemalol ishlatsa bo'ladi. Hammaga rahmat. Qanaqadir savollar bo'lsa, nomer qoldiraman. Mana shu videoga olayotgan odam nomerini qoldiraman. Bemalol telefon qilsangiz yana ham tushunmagan joylarni tushuntirib olaman.
lekin menga telefon qilasiz keyin to'g'ri? Dilmortga telefon qilib turasiz ayni paytda. Salom, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.